Nima uchun soqol qo'yamiz? Chunki soqol qo'yish Allah va Allohning Rasuli tomonidan islom ummatiga buyurilgan. Alloh tabarak va taolo musulmonlarga soqol qo'yishni buyurdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga soqol qo'yishni buyurdi. Sahabalar Allah va Alloh Rasulining ko'rsatmasi bo'yicha soqol qo'ydi. Soqol qo'yishdan iborat bu manfaatli yo'lni taqvo va Allohning rizoligini ko'radigan musulmonlar ta bugungi kun qadar davom qilib kelmoqda. Payg'ambarimizning sahobalari ichidan soqolni tushirgan bir sahobani topolmaysiz. Soqolni tushirayotgan biror sahobani menga dalliqqa ko'rsating. Siz payg'ambar alayhissalomning hayot to'g'risida yozilgan kitob va materiallardan birmi sahobaning va imomlarning soqollarini tushirganligini hech topolmaysiz. Hargizmi topolmaysiz. Afsuslarlik shuki, Allah mundaq deydi. Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan izbostarlar namozlarini tark etdi. Nafsi xohishiga agashdi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi. Ey Alloh, bizning to'g'ri yo'lga boshlagan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'lda qilgan soqol to'g'riliq 10 dan hadis bor. Bularning hammasi sahih hadis. Biz soqol qo'yish to'g'risida 4 mazhab olimlarining qarashlariga qarab boqaylik. Ular soqol to'g'risida nima deydi? Maliki mazhabining imomining so'zlarini anglab boqaylik. Bu mening so'zim emas. Men faqat takrorlayapman. Anglab boqaylik. Kitobi At-Tamhid Ibn Abdul Barining rivoyat qilishicha, soqolni tushirish harom. Soqolni faqat ayollarni do'rashni maqsad qilgan erlar tushirdi deyilgan. Bular mening so'zim emas. Bu so'zlar bo'lsa, Imom Abdul Bari va Maliki mazhabining imomi Imom Malikning so'zlaridir. Shafi'i mazhabining imomi Imom Shafi'ning Kitabul degan kitobida soqolni tushirish cheklandi deb aytilgan. Hanbali mazhabining imomi Imom Ahmad Hanbal erlar uchun soqolni tushirish harom degan. Hanafi mazhabidan Ibn Abidning aytishicha, erlar uchun soqolni tushirish harom deyilgan. Biz 4 mazhab olimlarining ko'z qarashlarini ko'rib chiqdik. Ularning hammasi birdek soqol qo'yish farz yoki vojib, soqolni tushirish cheklandi deb fatvo bergan. Siz endi bundan ortiq nimani kutmoqchi? İmam Al-Qurtubi soqolni tushirish, soqolni qirqish va yoki soqolni tirishga islomda hech ijozat yo'q degan edi. İmam Muhammad ibn Hazm mundaq degan: ijmoda, ya'ni hukmni birlik qilish, buyruqni yasash, soqolni qo'yish farz deyilgan edi. Ibn Umarning rivoyat qilishicha, musulmonlar mushriklarga o'xshab qolmaslik uchun buyruqni qirqib, soqolni uzun qo'yatdi deb rivoyat qilgan. Kitobul Iqnoda İbn Hazm mundaq degan: soqolni tushirish cheklandi. Biz 4 mazhab imomlarining soqolni tushirvasi bo'ladi degan so'zlarni anglab boqmadik. Bu so'zlar bo'lsa Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, Al-Qurtubi, Ibn Hazm va Davud Zahiri, İshaq, Avzai va Al-Savirining so'zlaridir. Bu olimlarning hammasi soqol qo'yish farz, uni tushirish harom degan edi. Shayxul Islom Ibn Taymiyya sahih hadislarga asoslanib turib, soqolni tushirish harom, soqolni tushirish ijozat yo'q, bizga boshqalarni do'rimaslik buyurilgan degan edi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: bizlarning ichimizdan kimki boshqalarni do'raydi ekan, u bizdan emas. Xristian va yahudlarni do'rimanglar. Ulardan farqli bo'lishni islom bizga hukm shaklida buyurgan. Shayxul Islom Ibn Taymiyya yana boshqalarni do'rash, ularga bo'lgan hissdoshlik, muhabbat va do'stlikni yushin ifodalashdir. Xuddi muhabbatni oshkora va yushin ifodalagandek. Bu bo'lsa tajribadan o'tgan mantiqliq sinoqdir degan edi. Shayxul Islom Ibn Taymiyyaning bu so'zi kimlar qartilgan? Abu Hamid Al-G'azzali mundaq degan: soqol erlar bilan ayolning o'rtasida farqdir. Soqolni tushirish harom. Shayx Albani mundaq degan: soqol to'g'risida gumonlanishning hech qanday o'rni yo'q. Soqol qo'yish farz, uni tushirish harom degan edi. İbn Usaymin mundaq degan: Alloh o'kishiga rahmat qilsin. Payg'ambar alayhisalom bizni soqolni tushirmaslikka buyurgan. Soqolni uzun o'stirish, soqolni tushirishni cheklashning faqat bir dalil emas. Uningdan boshqa yana nurg'un dalillar bor. Alloh bizni shaytonning ozishini ogohlantirib mundaq deydi: Allah shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondiklarni egallayman. Shundaqla chuqum ularni ozdiraman.
ularni xom xiyol qildirman. Ularni cho'qim chahar paylarning quloqlarini yerishga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning mahluqotini o'zgartirgan ishlarga buyurayman. Iblis Alloh aytadiki, "Men sen asli tabiati bilan yaratgan bandaringni o'zgartirishga harakat qilaman." Ajba biz Allohga bo'ysunmay, shaytonga bo'ysunandiq. Shayx al-Sharaviyning Jaridatul al-Haqiqa degan kitobida soqol qo'yish farz deb fatvo berilgan. Bu Shayx Sharaviyning so'zi. Mening so'zim emas. Soqol qo'yish bizga Alloh va Allohning Rasuli tomonidan buyurilgan farzdir. Men bir qism kishilarga shundoq deymanki, soqol qo'yish farz emas deb o'zinglarni aldab gunohkor bo'lmanglar. Sizlar nima deb payg'ambar alayhisalom qarashtirsizlar? Nima uchun? Sizlarning mazhabinglar qaysi? Hanbali, Shafi'i, Maliki, Hanafi, Zohiri. Bütün mazhab imomlari soqol qo'yish farz deb fatvo bergan. Hattoki shiyalarmi soqol qo'yish farz, soqol tushish harom deb fatvo beryapti. Sizlar nima deb Allohdan qo'rqmaysizlar? Allohdan qo'rqinglar. Qur'on, sunnat, mazhab olimlari va ulamolar, shundaqla burunqi va hozirgi olimlar birdek soqol qo'yish farz deb fatvo beryapti. Siz nima deb soqolni o'stirmaysiz?